Ko'rasizlar, 20 yil, 30 yil o'tmay dunyo og'dar-to'ntar bo'lib ketgan bo'ladi. Butun dunyo iqtisodiy qulyapti, butun dunyo urushga kiryapti, 3-jahon urushiga. Odamlar juda ko'p uzoq narsalarni orzu qilib yuboryapti hozir. Bu narsa odamlarda birinchidan shariatni, ikkinchidan dunyoning holatini ko'rmaslikdan paydo bo'lyapti. Shariatni ko'rmaslikdan deganligim, shariatda qarasak, orzularda uzun orzu havaslar qilishdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. U 20 yillik bir orzu havaslardan uni ochamiz, buni qilamiz, 20 yildan keyin katta odam bo'lib ketamiz. Mana shunaqa narsalardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Buni hadislarda aytib berdim-ku, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir joyga bitta tosh otganlar yaqinroq joyga. Bu insonning ajali deganlar. Keyin uzoqroq joyga bitta tosh otib, bu insonning orzusi deganlar. Ya'ni burning tagida ajaling turibdi, mana yerdagi orzuni qilasan deganlar. Biz g'ayb bilmaymiz, lekin shu shariatdan kelib chiqib gapiryapmiz. Ko'rasizlar, 20 yil, 30 yil o'tmay dunyo og'dar-to'ntar bo'lib ketgan bo'ladi. Buni hozir o'zi dunyoni tahlil qilgan, siyosat tushungan odam ham biladi. Butun dunyo iqtisodiy qulyapti, butun dunyo urushga kiryapti, 3-jahon urushiga. Xabarlarni kuzating, shuncha aytibman men. Shariatni bilmasangiz hech bo'lmasa, siyosatni kuzating, hammasi bu narsalar urushga kirib ketayotganligiga dalolat qiladi.